Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. Har doimgidek Muhammadjon Futbol Osiyo sizlar uchun ajoyib xabarlarni taqdim etaman. Qadrli do'stlar, bizga obuna bo'lib qo'ying, yurakchani bosib qo'ying. Bilasizmi, bugun milliy terma jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Cannavaro haqida gapirmoqchiman. Bilasiz, jahon chempionati yakuniga yetgandan so'ng milliy terma jamoamiz vatanimizga qaytib kelishdi. Afsuski, bosh murabbiyi Fabio Cannavaro terma jamoamiz bilan birga O'zbekistonga kelmadi. U o'zini mamlakati, vatani Italiyaga jo'nab ketdi va bu holat juda ko'p o'zbek futbol jamoatchiligi, bloger va jurnalistlar va futbol muxlislari tomonidan katta e'tirozlarga sabab bo'ldi. Nima uchun Fabio Cannavaro terma jamoa bilan birga O'zbekistonga kelmadi? Jahon chempionati tahlili qilinmadi, savollarga javob berilmadi deb ko'pchilik albatta e'tirozlar bildirgan edi va nihoyat O'zbekistonni qiziqqon asabiy muxlislari bosilib, hamma narsa sovigandan keyin, me'yoriga tushgandan keyin Fabio Cannavaro vaqtni o'tkazib O'zbekistonga kelib, bugun matbuot anjumanida barcha savollarga bemalol o'tirib javob berdi. Bilasizmi? Mana shu intervyuni ko'rib, men ochig'i Fabio Cannavaroning ortida ishonarli ko'cha tilida tank borlik tuyuldi men uchun. Chunki Fabio Cannavaro qo'rqmasdan barcha savollarga bamayli xotir javob bermoqda. Qadrli do'stlar, hamma intervyuga to'xtalmoqchi emasman. Bitta savol-javobga to'xtalmoqchiman. Fabio Cannavaroga shunday savol berishdi: "Siz terma jamoamizni jahon chempionatida ko'rsatgan 3 ta o'yinidan mamnunmisiz?" degan savolga Cannavaro bemalol o'tirib, o'zini yo'qotmasdan "Ha, men mamnunman" deb javob berdi. Ya'niki Kolumbiya, Portugaliya va Kongo terma jamoalari umumiy hisobda 11 ta to'p o'tkazib, 2 ta gol urgan o'yinimizdan Fabio Cannavaro mamnunligini bemalol bildirdi. Va yana u qo'shimcha qildiki, qadrli do'stlar, men oldin ham aytganman va yana aytaman, O'zbekiston terma jamoasidan jahon chempionatidan katta natija kutmang. Men Osiyo kubogiga katta natija qilishga va'da beraman deganman deb intervyuni shunday qilib yakunladi. Mayli, men hozir Fabio Cannavaroning shunday so'zlarini inobatga olib, Fabio Cannavaroga hech qanaqa tanqid yoki e'tirozim yo'q hozircha. Nima uchun? Chunki u va'da bermoqda 2027-yil Saudiya Arabistoni mezbonlik qiladigan Osiyo chempionatida milliy terma jamoamizga yaxshi natija ko'rsatishga. Shaxsan men futbol muxlisi, futbol tahlilchisi sifatida Fabio Cannavarodan mana shu katta gaplardan keyin kamida terma jamoamiz finalgacha yetib borishini kutmoqdaman. Agar Fabio Cannavaro va'dasini ustidan chiqib terma jamoamiz finalga yetib bormasa, ishoning, men Fabio Cannavaroga birinchilardan bo'lib iste'fo berishlarini so'rab qolaman. Ko'ramiz voqealar rivoji qanday davom etadi.